Agar qizingizning kelajakda birinchi o'rinda baxtli bo'lishini xohlasangiz, unga idish tovoq yuvib ovqat pishirishi emas, uyga saramjon tutishi emas, birinchi o'rinda pul topishni o'rgating, o'zini hurmat qilishni o'rgating va shaxsiy chegarasini qo'yishni o'rgating. Shundagina hech kim uni xo'rlay olmaydi. Shundagina qayoqqa ham borarding, kimga ham keraksan degan gaplar bilan uni oyoq osti qila olmaydi. Avvalambor har bir ayolga erini soyasida yurish nasib etsin, ilohim. Lekin borgan sari ko'ryapmizki, bu narsa kamayib bormoqda. Va juda ko'p ayollar aynan o'sha boradigan joyi yo'qligi uchun, bir nonni o'zi topib yeyolmaydigan uchun ham xorlikda va zulmga chidab yashashga majbur. Agar shu kun, shu holat, shu zulm qizingizni boshiga tushishini xohlamasangiz, birinchi o'rinda ovqat pishirishdan ham oldin, uyga saramjon tutishdan ham oldin bir-birda o'zini nonini topib yeyishni o'rgating. Hech bo'lmaganda oliy ma'lumot bera olmasangiz ham bitta hunar bering. Bu hayot. Bilib bo'lmaydi ertaga nima bo'ladi. Yana bir bor aytaman, avvalambor hamma qizlarimizga erini soyasida yurish nasib etsin.